Assalomu alaykum hammaga. Bugungi taqdimotimiz kurs ishi. 3 oy davomida mana shu Zafa akademiyasida kompyuter savodxonligi darsida ta'lim oldik va biz shu dastur orqali taqdimot qilish imkoniyatiga ega bo'ldik. O'zim haqimda ma'lumot beradigan bo'lsam, men Gayibova Go'zal Toshkent viloyati Yangiyo'l tumanida istiqomat qilaman hamda hozirda ICFT universitetining 4-bosqich talabasi va hamda shu Zafa akademiyasining kompyuter savodxonligi kursining bitiruvchisiman. Men bu kursda 3 oy davomida Microsoft Office dasturining eng ommaviy bo'lgan dasturlari Word, Excel hamda PowerPoint dasturlarini samarali ta'lim olish imkoniyatiga, ko'nikmalariga va amaliyotiga ega bo'ldim. Sizlarga hozir agar Word dasturi haqida ma'lumot beradigan bo'lsak, bu mashhur matnlar bilan ishlash dasturi hisoblanib, biz bu dasturda matnlarni tahlil qilish, formatlash, undan tashqari jadvallar yaratish, rasmlar bilan ishlash imkoniyatiga va ko'nikmasiga ega bo'lamiz. Ko'rib turganingizdek, men bu kursni o'rganib, Word dasturlarida bajargan amallarim. Mana bu yerda biz jadvallar bilan ishlaganmiz hamda bu yerda rasmlar bilan ishlash imkoniyatiga ega bo'ldim, ko'nikmasini ega bo'ldim. Bundan keyingi baroda ko'radigan bo'lsak, biz o'quvchilar ro'yxatini yaratdik, bu yerda tabellarni yaratdik. Shu kabi arizalar, rezyumelar, hisobotlar yaratishni o'rgandik. Bundan keyingi dasturimiz Excel haqida ma'lumot bermoqchiman. Excel bu hisobchilar, buxgalterlar, asosan shular amalga oshirishadi. Bu yerda jadvallar bilan ishlaymiz, formulalar bilan grafiklar, ma'lumotlarni tahlil qilamiz. Excel dasturida o'rganib, men soliqlarni hisoblashni, bu yerda keyin tabellarni yaratishni, oylik hisobotlarni hisoblashni o'rgandik. Bundan keyingi dasturimiz PowerPoint dasturi. Mana shu ko'rib turgan taqdimotimiz ham PowerPoint dasturida amalga oshirilgan. PowerPointda biz grafiklar, rasmlar, videolar qo'yib, ularni vizuallikni yaratish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Bu dastur asosan seminarlarda, darslarda, amaliyotlarda, biznes uchrashuvlarida amalga oshiriladi. Bu dasturlarni hammasini biz Yangiyo'l shahridagi zamonaviy bilimlar o'quv markazi bo'lmish Zafa akademiyasida o'rganish imkoniyatiga ega bo'ldim. Bu yerni afzalliklari, biz bu yerda zamonaviy jihozlar bilan jihozlangan xonalarda malakali o'qituvchilar tomonidan bilim oldik hamda har bir dars faqatgina nazariy emas, amaliy mashqlarga asoslangan bo'lib, kurs oxiridagi sertifikat ham faqatgina bilim emas, balki mehnatimiz natijasi hisoblanadi. Endi nega aynan Zafa akademiyasi deydigan bo'lsak, bu yerda biz bepul ochiq darslarga ega bo'lamiz. Har bir xonada zamonaviy jihozlardan foydalanish imkoniyatlariga ega bo'lamiz. Ustozlardan bilim, ko'nikma, tajribalarni ham bo'lishadi. Ularga ham ega bo'lamiz. Bundan tashqari darslar rus tili, ingliz tili hamda boshqa tillarda amalga oshiriladi. Siz xohlagan vaqtingiz dars davomida amaliyotlarni shu o'quv markaziga kelib, amaliyot xonalarida amalga oshirish mumkin. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, zamonaviy bilimlarni zamonaviy o'quv markazlarida ta'lim olishingizni tavsiya qilaman. Keling, o'qing, ta'lim oling, rivojlaning va yuksak natijalarga ega bo'ling. Vaqtingiz va e'tiboringiz uchun rahmat. Barchangizga assalomu alaykum. Men bugungi taqdimotimni ko'rishimga bag'ishladim. Men Komiljonova Mubina 2007-yil 26-mart kuni Yangiyo'l shahrida tug'ilganman. Hozirda 11-sinf o'quvchisiman. Qiziqishlarim rasm chizish va psixologiya bilan bog'liq kitoblarni o'qish. Kelajakdagi rejalarim kompyuter kursini muvaffaqiyatli yakunlaganimdan keyin ingliz va rus tillarida erkin muloqot qilishni o'rganish va bu bilimlar orqali aviakompaniyaga ariza topshirib, stюардessalik kasbida ishlashni niyat qilganman. Men bu kursda o'rgangan va amaliyotda qo'llashni boshlagan dasturlarim Word, Excel va PowerPoint dasturlaridir. Word dasturi haqida qisqacha ma'lumot berib o'taman. Word dasturi matn yozish va hujjat yaratish uchun mo'ljallangan dastur bo'lib, biz Word dasturida jadval tuzish va matnlar yozish, tayyor shablonlardan foydalanish, hujjatlarni turli xil ko'rinishda bezatishimiz mumkin.
Ko'rib turganingizdek Word dasturida qilgan ishlarim. Excel dasturi haqida qisqacha ma'lumot berib o'taman. Excel dasturi hisob-kitob va jadvallar bilan ishlash uchun mo'ljallangan dastur bo'lib, Excel dasturida biz jadvallar tuzish va formulalar yordamida hisoblash, tartiblash va filtrlash funksiyalaridan foydalanishimiz mumkin. Bu slaydda Excel dasturi orqali qilgan ishlarim. PowerPoint dasturi haqida qisqacha ma'lumot. PowerPoint taqdimot yaratish uchun mo'ljallangan dastur bo'lib, biz PowerPoint dasturida ma'lumotlarni slaydlar ko'rinishida taqdim etish va taqdim etishimiz mumkin va ularga rasm, videolar qo'shib, animatsiyalar berishimiz mumkin. Bu slaydda PowerPoint dasturi orqali qilgan ishlarim. Xulosa qilib aytganda, men Zaf akademiyasida ko'plab bilimlarga ega bo'ldim va bu bilimlarni qayerda qanday ishlatishni o'rgandim. Sizlarga ham buni tavsiya etaman. E'tiboringiz uchun rahmat. Assalomu alaykum hammaga. Xush kelibsizlar. Bugungi taqdimotimiz kurs ishi. Kurs ishi o'zim haqimda ma'lumot bersam, men Mamadalbek Komil Yusufaliyevni 1997-yil 27-iyulda tavallud topganman. 2016-yil buxgalteriya va audit yo'nalishida o'qishni bitirdim va bilimlarni yana yuksaltirish uchun Zaf akademiyaga murojaat qildim. Hozirgi maqsadim bilimlarni yanada rivojlantirib, yuksak natijalarga erishmoqchiman. Sizlarga Zaf akademiyasi haqida ma'lumot berib o'tsam, Zaf akademiyasida turli xil yo'nalishlar bo'lib, ularda kompyuter yo'nalishi, IT va buxgalteriya, rus tili, ingliz tili va dizaynerlik kurslari mavjud. Men 3 oy vaqt davomida Microsoft Word, Excel, PowerPoint dasturlaridan foydalandim. Ular haqida ma'lumot berib o'tsam, Word dasturida matnlar yaratish, ularni formatlash, tahrirlash, ularga Word dasturida silkalar joylashtirish, rasmlar, videolar joylashtirishlarni o'rgandik. Bular Word dasturida bajargan ishlarim. Excel tablisalar yaratdik. Har xil shriftlar bilan matnlar yaratishni o'rgandik. Excel haqida ma'lumot berib o'tsam, Excel dasturida jadvallar tuzish, diagrammalar, formalar yordamida ishlash. Bu anaqada buxgalteriyada asosan juda ham katta yordam beradi. Bularda anaqada bajargan ishlarim har xil anaqalar berish, fonlar berish, rasmlarga, anaqalarga, tablisalarga har xil anaqalar berish. PowerPoint dasturida biz slaydlar yaratish, animatsiyalar qo'yish, grafiklar yaratish, audio, videolar joylashtirishlarni o'rgandik. Va xulosa o'rinda aytsak, Zaf akademiyasida malakali o'qituvchilar, zamonaviy xonalar va albatta shug'ullanishingiz uchun sizga har qanday imkoniyat yaratib beradi. E'tiboringiz uchun rahmat. Assalomu alaykum hammaga. Bugun men sizlarni taqdimotim kursi ishi bilan tanishtirib o'taman. Xo'p, o'zim haqimda ma'lumot beradigan bo'lsam, ismim Boltaboyeva Gulsara, Xorazm viloyatida tug'ilganman. Xo'p, 3 oy ichida Zaf akademiyada o'rgangan programmalarim Word, Excel, PowerPoint. Word haqida gaplashadigan bo'lsak, Word matnli hujjatlarni yaratish, tahrirlash, formatlash uchun mo'ljallangan dastur bo'lib, Word foydalanuvchilariga rasm va jadvallar qo'shish, hattoki hujjatlarni PDF shaklida saqlash imkoniyatini ham beradi. Worddan biz arizalar, maktublar, hisobotlar va boshqa matnli hujjatlarni yozishda foydalanamiz. Ko'rib chiqishinglar mumkin Word dasturida bajargan ishlarim. Xo'p, Word dasturida tablisalar orqali ishladik. Excel dasturi bu jadval asosida ishlaydigan dastur bo'lib, unda hisob-kitob qilish, ma'lumotlarni tahlil qilish mumkin. Excel formulalar va diagrammalar orqali ishlash sababli undan statistik va yoki moliyaviy ma'lumotlarni tez va aniq hisoblashimiz mumkin. Xo'p, Exceldan ko'pincha biznes, ta'lim va kundalik ish yuritishda keng foydalaniladi. Ko'rib turganinglardek, Excel dasturida bajargan ishlarim, Excel dasturida
shot yeslisi, reznak, sum, avtosum kabi formulalarni o'rgandik. PowerPoint haqida gaplashadigan bo'lsak, PowerPoint prezentatsiyalar, ya'ni taqdimotlar yaratish uchun eng ko'p qo'llaniladigan mashhur dasturlardan biri hisoblanadi. PowerPointda biz slaydlar orqali matn, rasm, video va hattoki animatsiyalar qo'yishimiz mumkin. Xo'p, PowerPoint ko'pincha darslarda, yig'ilishlarda va konferensiyalarda foydaliroq bo'ladi. Ko'rib chiqishinglar mumkin. Va PowerPoint dasturida bajargan ishlarim. Bu yerda biz har xil animatsiyalar va переходlar bilan ishlaganmiz. Xo'p, Zaf Akademiya haqida gaplashadigan bo'lsak, bu zamonaviy va innovatsion o'quv markazi bo'lib, u yoshlar va kattalarga turli sohalarda sifatli bilim beradi. Bu akademiyada IT kurslari, kompyuter savodxonligi, ingliz tili, rus tili, buxgalteriya va boshqa sohalarda ta'lim beriladi. Akademiyada amaliy mashg'ulotga ko'plab e'tibor qaratilganligi sababli o'quvchilarga real hayotda kerak bo'ladigan bilimlar o'rgatiladi. Tajribali ustoz, qulay o'quv muhiti, zamonaviy o'quv dasturlari albatta bu akademiyani boshqa akademiyalardan ajratib turadi. Xulosa qilib aytganda, Zaf Akademiya o'z bilimini oshirmoqchi bo'lgan har bir inson uchun ajoyib imkoniyatdir. Bu yerda zamonaviy o'quv muhiti, coworking zona, onlayn aloqa, tajribali va mehribon ustozlar, har bir o'quvchiga individual yondashuv. Agar siz zamonaviy bilim egasi bo'lishni xohlasangiz, Zaf Akademiya sizlarga yaxshi tanlov bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Prezentatsiyam shunday iborat edi.